Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi YouTube sahifasi bugungi suhbatdoshimiz U17 Osiyo Kubogi g'olibi darvozabonimiz Ne'matullo Rustamjonov. Assalomu alaykum Ne'matullo. Xursandman. Ketdi. Ne'matullo. Ajoyib. Bali va Chili safarlari qalay o'tdi? Charchab qolmadingizmi? Bali va Chili safarlari juda ham zo'r o'tdi. Bu o'yin albatta bizga kerak edi. Biz o'zimizga minus tomonlarimizni ham, plus tomonlarimizni ham o'sha o'yinlardan bilib ko'ra oldik deb o'ylayman. Albatta jahon chempionatida bular bilan bunaqa komandalar bilan o'ynaymiz. Shunga ushbu zibor biz uchun juda ham foydali o'tdi deb o'ylayman. O'zi Ne'matullo, o'zbek futbol muxlislari sizni tanib ulgurdi, lekin yana bir bor tanishtirib o'tsa yaxshi bo'lardi. O'zi futbolga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? Qachon boshlagansiz? Endi futbolga kirib kelishim yoshligimda 5 yoshimdan bo'lgan. Adam futbolga qiziqqanlar, yoshliklarda o'zlari ham borganlar. Shuning uchun o'zlarida futbol o'ynamaganlar uchun meni futbolist qo'rqchi bo'ldilar. Xudo xolisa bu niyatlarga ham erishamiz. O'zi aynan darvozabon bo'laman deb orzu qilganmiz, chunki ko'pchilik futbolga bormoqchi bo'lgan bolalar, masalan, Ronaldo bo'laman, Messi bo'laman, Masharipov, Shoma, mana shunaqa deb kirib kelishadi. Siz darvozabon bo'laman deb kirib kelganmisiz? Ha, yoshligimda mana Ronaldo, Messilarga qiziqib, o'yinchi bo'laman deb kirganman. Keyin shu karyeramning o'rtalarida ana shu darvozaga qo'yishgan. Bunga qiziqib qolgan, shu pozitsiyaga qiziqqanman. O'shandan beri darvozabonman hozir. 7 yil bo'ldi darvozabon bo'lganimga. 5 yil yana o'yinchi bo'lib o'ynaganman. Aynan qaysi pozitsiyada? O'rtada o'ynaganman, aporda o'ynaganman. U17 Osiyo chempionati hammamiz yodimizda, juda ham bir qiziqarli, biz uchun tarixiy musobaqa bo'ldi. Final oldidan o'sha Saudiya Arabistoni mezbon jamoa, nimalar esingizda bor? Hayajon bo'ldimi? Albatta hayajon bo'ldi, chunki bunaqa yoshimizda Osiyo chempionati finalida o'ynash katta yutuq deb o'ylayman. Bizda hayajon, mas'uliyat ham bor edi. Biz bitta maqsad bilan u chempionatga borgan, chempionlik bilan erishdik shu maqsadga. O'sha mashhur voqea bo'ldi finalda. O'sha qosh voqeasi bu ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p aylandi va sizni futboldan tashqari ham anu mashhurlikka olib chiqqan voqea bo'lib qoldi. O'zi bu qanaqa bo'ldi? Bu tasodifan bo'lib ketdimi yo? Bu tasodifan edi. Katta g'alaba boyay. Qosh qoqib qo'ydi. Voy Rustamjonov. Bunaqa o'yindan oldin bu ishni qilaman deb o'ylamagandim. Shu futbolda emotsiya tomonlama ketib, shu hodisa ro'y berdi. Jamoa biz ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p kuzatyapmiz, o'sha safarlarda ham videolar, rasmlar orqali. O'zi jamoada kim bilan ko'proq aloqadasiz, gaplashasiz? Eng yaqin do'stingiz kim jamoada? Jamoada hamma bilan bir xildek muomala qilaman. Jinnilarni chiqartirasiz, jinnilari. Baribir endi odam 2-3 ta o'ziga yaqin inson bo'ladi. Bu Muhammad Habibullayev, Abubakir Shukurlayev bilan yaxshi, nima deydi, xarakterlarimiz bir-birimizga to'g'ri keladi. Quvnoq trio. O'zi avtobusda mashg'ulotga, o'yinga ketayotganda qaysi ashulani ko'proq eshitasizlar? Ma'lum, jamoaning o'z ashulari bo'ladi-yu. Jamoada shu o'yinlarga ketayotganimizda ko'proq O'zbekiston shu vatan haqida qo'shiqlar eshitamiz. Osmonlarga tegib turgan chimorim o'zingsan. Atrofga ketayotgan bo'lsa har xil. Nasroniyaga qarab. Komandaning ichida kim ko'proq kayfiyat ulashadi, hazil-huzullar bilan? Abubakir Shukurlayev bilan Muhammad Habibullayev. Darvozabon sifatida jahon xalqaro arenalarda to'p suradigan qaysi darvozabon uslubi yoqadi, kumiringiz? Menga ko'proq hozirgi vaqtda Casillas yoqadi. Courtois ham o'yini yoqadi.
Por encima del larguero. O'yindan oldin masalan o'yinga hamma har xil tayyorgarlik ko'radi. Kimdir masalan ashula eshitadi, kimdir yolg'iz qolish xohlaydi, kimdir o'zi bilan suhbatlashadi. Sizda o'yinga tayyorgarlik nastroy deydi-yu futbolda. Qanaqa bo'ladi? Shu men ham ko'proq o'zim bilan o'zim gaplashaman. Oldinga qo'ygan maqsadlarimni o'ylab ko'proq o'zim bilan muloqot qilaman. Milliy terma jamoamiz tarixda ilk marta jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Aynan o'sha kuni, o'sha o'yinda, bilan o'yinda sizlar samolyotda ko'rdinglar adashmasam. Bu qanaqa bo'ldi? Nima his qildinglar? Biz o'zi o'yinni ko'ra olmaymiz deb o'ylayotgandik, lekin samolyotga chiqsak, samolyotda jonli efir ketayotgan ekan. Bundan juda ham xursand bo'lib, hamma jamoa bitta bo'lib ko'rib, o'sha samolyotda ham hattoki yutganimizdan keyin inshaalloh. Jamoamiz jahon chempionatida ishtirok etadi. O'smirlarimiz ham, ya'ni sizlar. Bu musobaqaga tayyorgarlik ham juda zo'r ketyapti. Musobaqada jamoaviy hamda o'zingizni oldingizga qo'ygan maqsadingiz qanaqa? Endi maqsadimiz albatta katta. Bu jahon chempionlik. Bunga xudo xolisa erishamiz ham, harakat qilsak. Shu maqsadimiz oliy. Bu yo'lda omad tilaymiz. Xudo xolisa yaxshi kayfiyatda g'alabalar bilan kutib olaylik sizlarni. Omad.